Kanada qatarlıq 40dan ortiq dövlət Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında birləşmə bayanat elan qılıb, Şərqi Türkistandakı yığılış lagerlərini təkşürüşünü tələb qıldı. İgilənişçə Avstraliya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya qatarlıq 40 neçə dövlət birləşmə bayanat elan qılıb, Xitay hökumətini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengişinin Uyğur diyarındakı müstəqil və çəklimisiz təkşürüşüge ruxsat qilishga chaqirdi. Kanadaning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında turishliq bosh elchisi Leslie Norton 22 iyun Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişida 40dan ortiq dövlət qatnaşqan birləşmə bayanatını o'qib o'tdi. Birləşmə bayanatda ishonchlik ma'lumotlar allaqachon 1 milliondan oshiq kishining qonunsiz tutqun qilinib, erkinlikdan mahrum bo'layotganligini ko'rsatmoqda. Biz Xitoy hukumatini bu vaqtdagi tekshirishga hech qanday cheklama qo'ymaslikqa jiddiy da'vat qilamiz deyiladi. Xitay Mərkəzi Televiziya kanalının 18 iyundakı xəbərdə bildirilishicha, Şərqi Türkistonning Tarim neftliqidan 1 milliard tonna neft gaz zapası bayqalgan. Xitay Neft-Gaz payçəklik şirkəti Tarim Neftliki şöbə şirkətinin aşkarlashicha, Təklamakan qumluqining ichkarisiga Tarim daryosining janubiga joylashgan Tarim Neftliqining Fumen rayonida yangidan 1 milliard tonnaga yetadigan odatdan tashqari cho'nqur neft tabiiy gaz zapasi bayqalgan. Tarim Neftliki şöbə şirketining bosh direktori Yang Shövinning bildirishicha, yaqinqi 6 yildan buyon Tarim Neftliki bir qator texnikalarni yangilab, yangi quduqning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini 75% dan navbatdagi 95% dan yuqori darajaga ko'targan. Yaqinqi mezgillarda Tarim o'ymonliqidagi Fumen rayonida yangi neft zapasi uzilmay bayqalgan. Tarim o'ymonligi mo'l neft va tabiiy gaz boyligi bilan Xitoy bulang-talang qilayotgan nuqtaliq rayonlardan biri bo'lib, 6000 metr cho'nqurlikdagi neft tabiiy gaz boyligi Xitoy ega bo'layotgan umumiy boylikning 83.2% va 63.9% ni tashkil qiladi ekan. Kanada Baş Ministri Justin Trudeau Xitoy va bir qism ergashuvchilarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Kanadaning yerli xalqlarga qaratilgan jinoiy qilmishlarni tekshirishga chaqirishiga norozilik bildirdi. Bir haqiqat va yarashtirish komiteti qurish orqali yerli xalqlar bilan bo'lgan masalalarni hal qilmoqchi bo'layotganligini bayon qilgan Trudeau, Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan sesimliq bostirish va kishilik huquq dafsandichiligini aybladi. İlgilenişçe, Xitayning Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı yuqori darajalik əməldori Zhang Duan aldınqı günü Rusiya, Belorusiya, İran, Şimali Koreya, Suriya və Venezuelani öz içiga alğan bir türküm dövlətlərə vakalatan Cenevada bayanat elan qilib, Kanadaning yerli xalqlarga qaratgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligidan andisha qilayotganligini bildirgan. Kanada Baş Ministri Justin Trudeau poytaxt Ottawada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning hatto masala borligini e'tirof qilishni xohlamaydiganligini ta'kidlab, Xitoyning haqiqat va yarashtirish komiteti qayerda? Ularning haqiqati qayerda? Kanada har vaqt ochiq-oshkora pozitsiyani qo'llandi va ko'pincha hozirgacha davom qilayotgan tarixdagi qo'rqinchli xatolarga bo'lgan mas'uliyatni ustiga oldi. Xitoycha biz masalalarni hal qilishga tirishyapmiz dedi. Vengeriyada o'qituvchi bosh ministr nomzodlari kelar yili bu davlatda o'tkazilmoqchi bo'lgan saylamda g'alaba qilsa, ularning Vengeriyada qurilmoqchi bo'lgan Xitoy Fudan universitetining maktab rayoniga yo'l qo'ymaydiganligini e'lon qildi. Egilinishcha, o'qituvchi bosh ministr kandidatlari Xitoy prezidenti Xi Jinpingga xat yozgan. Hatto 6 bosh ministr kandidatining hammasining Xitoydan qarz olishga qarshi turadiganligi, saylamda kim g'alaba qilsa qilsin, Xitoy mablag' bilan ta'minlashni planlagan Belgrad Budapest temir yo'l liniyasini va Fudan universiteti maktab rayoni qurilishini to'xtatadiganligi bildirilgan. Covid təcrübəxanası deb atalğan Wuhan Virusi İnstituti Xitoydagi eng yaxshi ilm-fan mukofotiga tanlandi. Xitoyning təcrübəxanasini mustaqil tədqiqatçılarga, bo'libmi Amerikaga ichish chaqirig'iga quloq solmasdan bu təcrübəxanani mukofotlash qarori qisqa vaqt ichida ijtimoiy taratqularda kuchli inkas paydo qildi.
Angliya Күнділік Почта Gesining xabariga qaraganda, bu tajribaxona Xitoy Fanlar Akademiyasining 2021-yillik Munavvar fan-texnika muvaffaqiyat mukofotiga nomzod ko'rsatilgan. Bu qarorning Wuhan virus institutining koronavirus yuqumi mezgildagi xizmati sababidan e'longanligi ta'kidlangan.